Kechqurungi nima ovqat tayyorlasammikin deb boshingiz qotyaptimi? Shunaqayam mazali, kattayu kichik yoqadigan, go'shtlari xil-xil bo'lib pishadigan va vaqtingizni ham tejaydigan shunaqangi taom tayyorlaymiz. Moy go'shtning lahm joyini parek shaklda to'g'rab, qizib turgan olovda orqa oldini yaxshilab qizartirib olamiz. Bilasizlar, go'shtchi suv chiqadi, seli ketguncha qovuramiz qozonda. Go'shtni seli ketganda ustiga mayda to'g'ralgan piyozni solib, yana qovurishda davom etamiz. Yaxshilab qo'rilayotganda chesnok va tomatni qo'shib, yana aralashtiramiz massamizni. Endi ustidan un solamiz. Unimizni ham yaxshilab aralashtirib, go'shtimiz kuyib ketmasdan oldin 1 litrcha suv solamiz. 2 dona lavroviy list solib, o'rta olovda qaynatishni boshlaymiz. Undan oldin tuz va murchni ham solishni unutmang. Endi yarim soatcha shunaqa qaynab turadi. Bu orada biz kartoshka frini tayyorlaymiz. Kartoshkalarni yaxshilab yuvib, parek shaklda to'g'rab, mana shunaqangi olovda yaxshilab qizartirib, yog'da pishirib olamiz. Bu orada go'shtli podlivamiz ham pishib qoldi. Ustidan 2 osh qoshiqda smetana yoki qaymoqni sovarsangiz shunaqa ham mazali bo'ladi. Bu ham sizlarga bitta life hack, go'shtni yana ham ta'mini zo'r qilib beradi. Kartoshka frimizni ustidan pishirib qo'ygan podlivalarimizni quyamiz. Shunaqa ham mazali bo'ldi. Ustidan xohishga ko'ra zelen sepamiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Like bosishni esa unutmanglar.